Samarqand shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlarida Konstitutsiyaviy shikoyat instituti modellarining rivojlanish tendensiyalari mavzusida xalqaro konferensiya tashkil etildi. 2 kun davom etgan tadbir tafsilotlari navbatdagi reportajimizda. Qadim kentning tashrif qog'oziga aylangan Samarqand turizm markazida tashkil etilgan xalqaro konferensiyadan ko'zlangan maqsad Konstitutsiyada ilk bor belgilangan Konstitutsiyaviy shikoyat institutini rivojlantirishda xalqaro tajribani o'rganish, xorijiy mamlakatlar konstitutsiyaviy sudlarining amaliyoti bilan tanishish hamda Venetsiya komissiyasi va unga a'zo mamlakatlar konstitutsiyaviy nazorat organlari bilan hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Tadbir O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlarning muhim yo'nalishlari, konstitutsiyaviy odil sudlov, Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida konstitutsiyaviy shikoyat institutining amal qilishi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilishda parlament hamda inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning konstitutsiyaviy sud bilan o'zaro hamkorligiga oid mavzularga bag'ishlandi. Aslida bugun O'zbekistonda bu konferensiyada muhim voqea sodir bo'lmoqda. Bu esa O'zbekistonda yangicha konstitutsiyaviy sud va bu sudga aloqador yangi ijobiy qonunlar yaratilayotgani bilan bog'liq. Masalan, endilikda 15 dan ortiq subyektlar konstitutsiyaviy sudga murojaat qila oladilar. Aytish mumkinki, bu paytgacha konstitutsiyaviy sud O'zbekistonda faoliyat yuritgan bo'lsa-da, zamonaviy yangicha mexanizmlarga ko'ra baholanganda hali ilk qadamlarni tashlamoqda. Shu sababli dastlabki qadamlar to'g'ri qo'yilishi kerak. Xalqaro konferensiya davomida mamlakatlarning soha vakillari o'z fikr va mulohazalari bilan bo'lishdi. Shuningdek, 8 nafar xalqaro ekspertlarning ma'ruzalari tinglandi.